Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bizlarni doimiy kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari. Bugun mana yana bitta yangi ko'rinishdagi 2026-yilgi universal Akula, ya'ni lentalik drabelkamiz yetib keldi. Mana parametrlarni bitta ko'rsatib o'ramiz. Chiqqan chislolari bilan 2026-yil 6-oy zavoddan chiqqan 38 Akula modelimizda universal hisoblanadi. Bu mana bu tepasidan bemalol don solib, donni ham bemalol un shakliga, ya'ni yorma shakliga olib kelish mumkin. Bu siklondan tashlab beradi. Keyin bemalol bu tomondan mana lentasidan solib, ho'l quruq xashaklarni o'tkazib, u tomondan chiqarish mumkin. Bularni hozir sizlarga qisqacha obzor qilib o'tamiz. Obzordan bitta ko'rsatib o'tib ketamiz pichoqlarni joylashish joyi. Keyin tartibini sizlarga bitta tushuntirib o'tamiz. Buni qanday ishlatish kerak, nimalar o'tkazsa bo'ladi, nimalar o'tkazsa bo'lmaydi, bularni aytib o'tamiz. Buni quvvati mana ko'ryapsizlar. 308 modelimiz 3,5 tonna bemalol ho'l xashakda o'tkazib berish quvvatiga ega. Donimizni ham mana ko'rsatib qo'yibdi. Hozir bularga bitta to'xtalib o'tamiz. Mana ishini bitta ko'rsatib o'taylik. Mana pichoqlarimiz o'sha kuydirilgan kalyonniy pichoqlarimizdan Bau brendida yozilgan turibdi, ko'rishinglar mumkin. Pichoqlarimiz joylashishi mana 6 ta chopadigan pichoqlarimiz bilan joylashgan. Mana sxema mana qiyshiq holatda va bu tomondan tortadigan lentadan kirib kelganda uzatib beradigan aylana mana vallarimiz joylashgan. Va bu joyiga keladigan bo'lsak, bu joyda mana donimizni maydalab beradigan ichida o'zi bilan turgan sitkasi joylashgan. Bu joyda asosan donlar maydalanadigan korpus hisoblanadi, tegirmon qismi hisoblanadi bu. Bu tegirmon qismidan mana bu siklon tortib olib, bu tomondan tashlab beradi. Bu xashaklarimizni ham xuddi shunaqa mana shu pichoqlarimiz narigi tomonga chiqazib berishga yordam beradi. Bu yoqqa chiqazib berishda bu sitkalar olib tashlanadi. O'shanda xashagimizni bu yoqqa chiqazib beradi. Ikkita lenta bilan, remen bilan harakatlanadi. Bularni mana motorlariga keladigan bo'lsak, 100% mis motor mana ko'ryapsizlar. 100% mis motor, juda kuchli motor bilan jihozlangan. Bitta mana ko'rsatib o'tinglar. Keyin mana bu narsa nima deb hisoblaydigan bo'lsanglar, bular donni maydalashda ichkari qismiga joylashtirib qo'yiladi. Kerak bo'ladi, o'sha xashak chiqazishda kerak bo'ladi to'g'rirog'i. Bu donniki mana ikkita yorma sitkasi ham bor qo'shimcha, mana. Bu xashak o'tkazishda ichkariga qo'yiladigan hisoblanadi bu. Keyin bularning har birini ichidan o'zimizning brendimiz tushirilgan mana shunaqa futbolkalar ham chiqadi. Upakovkaning ichidan bemalol buni kiyib foydalanishlaringiz mumkin. Keyin mana bunaqa avtomatlar mana avtomatlari o'zlariga mana shunaqa qo'yilgan holatda keladi, o'chirib yoqadigan. Bu tomonni yana dalshi kablingizga ulab ishlatishingiz mumkin. Bularning ishlash jarayonlarini hozir videomiz davomida qo'yib boramiz. Kuzatib borsanglar bulardan don o'tkazib, xashak o'tkazib, sizlarga ishlash jarayonlarini ham qo'yib boramiz va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana donimiz taxlab oldik, taxminan 10 kilo don. Hozir shunda o'tkazamiz. Minuti ham ko'rinadi-ku baribir. Bitta qancha 1 minutda mana shu 10 kilo donni qancha vaqtda o'tkazishni bitta ko'rsatib beramiz. Bismillah, boshladik.
Endi donimizni mana bitta mana shunga to'kamiz. Bismillah. Bitta makkajo'xonimiz manaki. Mana minutga jonli efirda olindi. Mana minutga hisob ko'raverasizlar. Mana 10 kilo donimizni mana ko'rishingiz mumkin mana. Sepib bersa bo'ladi bemalol. Bunaqa qilsa mana presam bo'lyapti ozgina. Bu hozir setkasi eng mayinidan sal yirikroq setka turibdi bunda. Agar bundan ham mayin chiqarsa bo'ladi qo'yib. Mana shuni o'zini ham bemalol sepib bersangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Donimizni o'tkazib ko'rsatib berdik. Endi bu yerga o'zingiz bitta moslama qilib yashik qo'llanadi. Bizlar hozir to'g'ridan to'g'ri bunga qopga solishga harakat qildik. Buni ishlatadigan odam o'ziga moslama qilib oladi. Endi xudo xolasa bu tomonidan ho'l xashaklarimiz, quruq xashaklarimiz bor. Hozir bitta o'tkazib buni bitta ko'rsatib beramiz sizlarga. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hali buni narxlarini ham aytib o'tamiz. Endi albatta bu setka almashtirish jarayonini aniq kuzatib boringlar. Bitta meniki almashtirib mastirimiz ko'rsatib beradi hozir buni. Bu yerda temircha olinadi. Bu xashakning yo'li ochilyapti. Endi setkasi olinadi. Buni to'liqroq tushunib ko'rib olmasanglar bo'lmaydi buni. Sababi ahamiyatga ega, noto'g'ri qo'yib qo'ymaslik kerak buni. Endi bu donni setkasi olib tashlanadi. Mana setkamizni oldik. Endi siklon yo'qlatdi. Endi u bilan mana bunga qo'yiladi-da shunga. Ha, bolt, ikkita bolt. Yopiladi-da, pastga o'tib ketmasligi uchun siklonni. Mana ikkita boltga qo'yiladi-da. Bunaqasiga naryoqdan tiqilar ekanda, bunaqasiga tiqilar. Bunaqasiga. Bu tomondan tiqsa ham bo'ladimi, og'zidan? Yo'q. Yo'q, shoshilmang. Turgan joy bu tomondan qo'yiladi. Mana kelinglar. Mana bu ikkita bolt yechiladi. Hozir yechamiz. Ikkita bolt mana shunga qotiriladi. Mana bu kiradi. Hozir ko'rsatib boramiz. Hozir kuzatib boringlar. Buni qotiramiz. Chunki sababi mana bu ulitka tomon yopilishi kerak bu yoq. Ulitkadan don haydalayapti-ku. Bu yopib qoladi o'shani yo'lini. Hozir yechib sizlarga qo'yib ko'rsatib beramiz. Shu setka olgan joydan bitta to'xtatasizda, setkani tortib olgandan keyin kemaverni qo'yib ko'rasizda. Mana bunday qo'yasiz. Mana o'zi mana teshik joyiga to'g'ri keladi mana ikkita bolt qo'yiladi. Mana bu tomoniga ham bolt qo'yiladi. Mana joyi bor o'zi, mana to'g'ri keldi. Mana yopiladi, tamom. Qotiriladi. 13imiz qan 13 kiloch buniki. 13 kiloch bilan qotiriladi bu. Hozir endi bitta sizlarga xashakni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Ho'l poyani o'tkazib, quruq xashakni o'tkazib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Bunisini ham. Qo'ying. Qo'ying. Qotirib. Mana ichini bitta ko'rsataylik endi mana. Yopdi pastni, mana ulitkani yopdi. Endi xashak chiqadi. Endi xashak o'tkazamiz. Ho'l poya va quruq poyamiz bor. Hozir sizlarga o'tkazib, chiroyli qilib ko'rsatib beraman, keyin narxlari bilan tanishtirib o'taman.
Mana somonimiz. Mayinligini ko'ryapsizlar, yumshoq, mayin. Bemalol molga yeydigan qilib. Endi bidamizni o'tkazamiz. Bismillah. Endi bidamiz endi o'tamaydi-da, mana mayinligini qarang. Mana. Qo'ylarga bersanglar, oyoq tagiga tortib olmaydi-da buni. Bemalol yeydi, umuman hech qilmaydi, ayniqsa qo'yga. Qo'y oyog'ining tagiga uzun bo'lsa tortib oladi-da. Buni bemalol qo'yga mana shunaqa mana sepib berib qo'yaverasiz, labi bilan yeyura. Otga, qo'yga, sigirlarga farqi yo'q. To'g'ri. Endi mana bu narsasini qo'shib olishimiz kerak. Bu mana shu o'rtada turganda don ishlatiladi. Boya sitka bilan donni ishlatdik, ko'rdinglar. Endi buni skorini almashtiramiz. Tak. Mana hammamiz qotiriladi. Mana yopilgandan keyin buni endi qotirib olamiz. Xudo xolasa hozir hashagini ham o'tkazamiz. Sitkalarni qo'yib almashtirib oldik. Donni o'tkazib bo'ldik. Ko'rdinglar 10 kilo donni necha minutda o'tkazganimizni. Kuluchimiz qayerda qoldi? Bu qotirgan 14 kuluchimizni. Lazbek kuluchni qayerga qo'ydingiz? Bunisi 14 kuluch bilan qotiriladi, boyagi joyi 13. Mahkam qilib qotirib olish kerak buni yopganda. Qiyin emas, uncha ko'p vaqt ketmaydi. Ko'ryapsizlar, sitkani almashtirish ham oson almashadi, sitkalari ham. Endi bismillah deymizda, og'zini ochib oldik, balandroq qilib, salgina pasaytiramiz, mana shunday bo'lsin. Bu ulitka tomon yopildi, skorlar qo'shildi, bitta qo'shib, xudo xolasa hozir bitta ishlatib beramiz. Bismillah. Qo'yamiz mana, qaranglar. Mana shutasi ham bor mana. Shutalari bilan chekamiz. Mana yemishimiz tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Mana to'g'ridan to'g'ri yamaga tiqsangiz ham bo'ladi, molga bersangiz ham bo'ladi. Mana yaguarimiz o'tkazib mana silis qilib berdi. Pulpoyani ko'ryapsizlar, sutasini qanday mayin qilib beryapti mana. Bemalol molga bersangiz, mana chaynash ham shart emas, tishi yo'q, qari mol bo'lsa ham yuboradi buni. Yiqadi ham oshqozoniga. O'zi
Mana sutasini ham chiroyliginaqa mayin qilib berdi. Otishini ko'ryapsizlar. Mana salkam 1,5 boqib qo'yamiz-da. Minutlar ichida o'tkazib beryapti. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Universal Akula Drabilkamiz 308 model hisoblanadi buni. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Narxiga keladigan bo'lsak, 7.200.000 bilan xonadoningizgacha kirib boradi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr.